Xorazmdagi katta biznesmenlar uchun Urganch shahrining o'zidan zo'r taklifimiz bor. Umumiy maydoni 27 ming kvadrat metr bo'lgan katta zavodimiz sotiladi. Bu ko'rib turganingiz birinchi zdaniyamiz bo'lib, umumiy maydoni 2331 kvadrat metr bo'ladi. Balandligi esa 10 metr. Aynan shu zdaniyamizning ichida shifer ishlab chiqarishingiz uchun hamma stanoki tayyor ishlaydigan holatida sotiladi. Ya'ni bir knopkani bosasiz, zavod ishga tushadi. Bu ko'rib turganingiz esa ikkinchi zdaniyamiz, ya'ni sement skladimiz bo'ladi. Umumiy maydoni esa 2669 kvadrat metr bo'ladi. Kattagina sklad, hazzatib foydalanaverasiz. Bo'ldimi shu bilan desangiz yo'q, ko'rib turganingizning keng maydonidan ham ega bo'ladi. Bu yerdan o'zingizni biznesingizga moslab turib, qurilishni qilasizda, biznesingizni gazini bosaverasiz. Ana endi ishchilar uchun sharoiti bormi desangiz, ishchilar uchun ham zdaniyalari bor. Ya'ni oshxonasi, yotoqxonasi plus boss uchun ofisi va albatta qo'riqlash xizmati uchun отдельный xonasi ham bor. Bir gap bilan aytganda 1869 kvadratda ishchilar uchun hamma sharoit bor. Gazdan, svetdan, suvdan, kanalizatsiyadan muammosi yo'q. O'zining отдельный transformator va 2 liniyasina ega. Firma toza ochilgan, hech yerda zalogda turgani yo'q, qazdorlik ham yo'q. Balansida Cobalt mashina va albatta ishlab chiqarishda kerak bo'ladigan yuk ko'taradigan karasi bilan qo'shib beriladi. Shuncha sharoiti bor ekan, undan nechun sotchak desangiz, bu zavodning egasi asli Samarqandda bo'lgani uchun biznesni Samarqandda davom etamiz dedilar. Dokumentda muammosi yo'q, kadastri tayyor, Do'ri notariusda odingiz o'tadi. Manzili neda bu zavodni desangizda, Urganchdagi Obulgayni ko'piridan men biladiganim, aynan shu ko'pirdan Taxtabozor tarafga qarab tushaverishda chap qo'lingizda shunday katta ko'cha bor. Bu ko'chada bilasizlar, Xorazmdagi eng zo'r ishlab chiqaruvchilar joylashgan ko'chalardan biri bo'ladi. Aynan shu ko'chada siz ham o'zingizni biznesingizni gazini bosaman deb yurgan bo'lsangiz, egalarining nomerini qoldiramiz. Bemalol egalarining telefon urib, narxini ham o'zlari bilan kelishib, xarid qilib olasizlar, biznesingizni gazini bosaverasiz.